Assalomu alaykum, Oynai jahon muxlislari, O'zbek milliy san'atining aziz ixlosmandlari. Buyuk taqdirlar ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimizning O'zbek milliy qiziqchilik, askarchilik san'atining darg'asi. O'zbekiston xalq artisti Yusufjon Qiziq Shakarjonovning hayoti va ijodiga bag'ishladik. Azizlar, ustozning bir jumlasi bor edi. Kuling, umringiz uzoq bo'ladi. Ustoz Yusufjon Qiziq Shakarjonovning izdoshlari, farzandlari Zaylobin aka Yusupov, Madamin aka Yusupovlar ustozni uzoq yil askarchilik, qiziqchilik san'atlarini bardavomchilari bo'lganlar. Hozirgi kunda O'zbek askarchilik, qiziqchilik san'atini ustozdan keyin bardavomchi shogirdlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mamasidiq aka Sherayev ishtirok etyaptilar. Ustoz, xush kelibsiz. Ustozning nabiralari Jamolxon aka Yusupov ishtirok etyaptilar. Ustoz, xush kelibsizlar. Zaylobin akami farzandlari. Birinchi suhbatimizni ustoz sizdan boshlasak. Mamasidiq aka, sizlar ustozimiz Yusufjon Qiziq Shakarjonovning farzandlari Zaylobin aka Yusupovning shogirdlarisiz. Siz albatta ustozning juda ko'p shu sahnada, bayramlarda o'tkazgan tadbirlarni guvohi bo'lgansiz. Shu haqida aziz muxlislarga bir o'zingizni fikringizni bildirsangiz. Rahmat, salomat bo'ling. Endi mana shunaqangi san'atkorlik bo'lishimiz avvalo Xudo shu ustozlarni ko'rib orzu havas qilganmiz. Men 11 yashar, 12 yashar bola edim. Onam rahmatli hozir qizil do'ppi bor, qizil, ko'k do'p tikib sotardilar. Shu Marg'ilon bozoriga borib, onam obixezlar usha olmasin deb bitta o'sha qora sumka bo'lardi, shunga 8 ta 10 ta do'p solib berardilar, ko'tarib yurgan bolam. Men do'ppini sotib olsam, keyin sumkadan olib yana sotaman deb. Endi men o'sha mana hozir Marg'ilonimizda mana ko'rib turgan aziz tomoshabinlarimiz yaxshi bilishadi. Marg'ilonda baynalmilal artillar bo'lgan. Ana shu artildi ichida mana Marg'ilonimizda keyin mana Uzun hovuzdagi Somon bozori bor. Ana shu yer oldin katta bozor bo'lgan. Juda ham katta bozor bo'lgan. Endi mana shu firma Atlasning ichidagi bozorda o'sha onam rahmatlik o'sha bir mana hozir cho'yan zavod bor. Shu cho'yan zavodning o'rnida shu Jugit mahallani hammomi bo'lardi. Biz ana shu yo'ldan piyoda kelardik onam bilan. Keyin o'sha do'ppini ko'tarib yursam, oldimda odamlar Yusuf Qiziq kelyapti, Yusuf Qiziq kelyapti deyishdi. Qarasam, endi o'sha paytda kalaminkadirdi. Oq shimi bilan, uzun o'sha kamzili bilan, Marg'ilon do'ppi yuzlarida, qoshlari qop-qora, ko'm-ko'k ko'zlari bor. Yuzida nur yog'ilib bir odam kelyapti-da. Endi bu ham mendan bir qarich, 1,5 qarich baland edi. Birov 90 mi deydilar, men bilmayman, mana shu 2 metrga yaqin odam edi. Yusuf Qiziq ekan deb hayron bo'lib orqalaridan yurdim, qo'limda sumka. Shunda ko'chaga, bozorga kiraverishdi. So'rilar sotadigan joy bor. Shu so'riga o'tirib, keyin duo qilib, Xudo bozollaringizni bersin deb sekin ichkariga kirardilar. Men orqadan ketyapman, qo'limda sumka. Hamma Yusuf Qiziq kelyapti, mashinada qilib. Hamma so'rasholmas edi. O'sha zapchiklar, boshqa keyin hali shinavandalar bo'lardi. Ustoz deb egilib borib so'rashib, hammasini elkalariga urib, rahmat, rahmat. Hamma o'sha magazinda Gilon bozoriga borgungacha ustoz duo qilib ketadilar, Xudo bozorlaringni bersin.
Alloh fayzli bozor bo'lsin deb, keyin men ustozimdan so'radim, nimaga Gilon bozoriga borib dallolchilik qilardilar? Shunda Zaynobin akam aytdilarki, dadalari ham shu Gilon bozorida aralashib yurgan ekanlar. Otalari. O'sha paytda Gilon juda qimmat bo'lgan. Endi bu mana bir 50 yildan ortib ketdi endi bunga. 60 yil desak ham bo'laveradi. O'sha paytda mana hozir endi zamonamiz yaxshi bo'lib qolganmaganingizda gilomlar osilib turibdi. U paytda bo'lmagan gilom. Bitta gilomni agarda organ odamlari olib chiqib ketsa, u gilom pirish 5 yil 10 yilda qarzini uzib olmas ekan. Shunaqa qimmat bo'lar ekan. O'sha biz eski pullarimizga. Shunda Yusuf Qiziq bobomiz o'sha Gilon bozorida aylanib 4-5 ta gilomlarni dallolchilik qilib, pullarini olib, bozorda tugatib, hammalar bilan xayrlashib, o'sha yerda bir piyola choy ichib, bir to'rg'am non olib kelishadi, shu birga yeyishib, keyin bozordan chiqib ketayotganlarida o'sha ustoz Zaynobin akam aytganda, o'sha Gilon bozorida tushgan pullarni kambag'allarga berib chiqib ketar ekanlar bozordan. Boringki 1-2 yil shunaqa qilib yurganimdan keyin bexos bir kun usta keldilar. Kalavatga o'tirdilar. Shunda duo qilib, mashinaqasiga yiqildilar. Hamma kulvardi. Hayron bo'ldim. Burnidan qon oqib, yuzlarining yonidan chiqqandan keyin men ham kulyotibman endi. Qiziqchilik qilyaptilar deganman. Shunda kelib ko'tarishdi-yu, yangi kravatga yotqizishib, bir o'sha ustalardan durralariga darrovda hamma yo'g'ini aytib, yig'lashyapti endi, dod voy bo'lyapti. Ustozni yuzlariga chiroyli o'sha oq durradan yopib qo'yib, kimdir aytdi, darrov Zaynobiddin bilan Madaminjonga xabar beringlar dedi. Men ham yig'layapman o'lib qotilganiga. Keyin xalq to'planib, men sekin-sekin sudralib chiqib, onam rahmatli meni oqtar yuribdi, do'ppisini sotib olgan. Mana shu ustozni orqasidan yurib, onamni ham ko'p xafa qilganman. Do'ppilarini sotib qo'yib, meni topolmay do'ppi qolib ketgan. Endi shunda Alloh shu menga shu ustozlarning orqasidan yurib, yaxshi niyatlar qilib, shu Yusufjon Qiziq bobolarimizdek bo'laylik, Zaynobin akamlardek bo'laylik deb, keyin mehr qo'yib, Zaynobin akam uyiga borardik, nog'oralar bo'lardi, mana bunga o'xshagan doiralar. Endi eng qiziq tomoni mana tomoshabin do'stlarimiz bilmaydi. Usta Olim Komilov degan juda ulug' doirachi bo'lgan. Hozir butun dunyo doirachilari taniydi bunaqa odam. Lekin buni ustozi kimligini ko'p odam bilmaydi. O'sha davrda bilishgan xolos. Usta Olim Komilovga Yusufjon Qiziq bobomiz doira usullarini o'rgatganlar. Nafaqat Yusufjon Qiziq bobomiz bunaqa sozlar chalgan. Hatto katta o'yinda ham shu Usta Olim Komilov bilan birgalikda katta o'yin chiqqan. Ram bum bum bam bam bum bam bum bam bam. Ana shu yerda mana bahor ansamblida mikrofonlar qo'ygan, shodlik ansamblida juda katta bayramlarda bu katta o'yinlar qo'yilgan. Keyin men Zaynobin akamdan so'radim. Ustozni endi yoshligida qiziqasda biz yoshimizda endi Zaynobin akamga shogird tushganman. Toshkent teatralniy institutida muzdrama kino fakultetida o'qiyman. Qiziqasda endi. Shunda Yusufjon Qiziq bobomiz Zaynobin akam aytgandek, san'at juda ulug' bo'lganligi uchun oldin o'sha SSR dedi, Soyuz payti, endi har qaysi shaharlarda o'sha misol bizda viloyatlar deymiz, shaharlar deymiz. O'sha Soyuz paytida festivallar, konkurslar bo'lganda bu Yusufjon Qiziq bobolarimiz o'zlarini shogirdlarini olib borib dorilar o'ynashgan, simdorlar o'ynashgan, surnaylak cholib,
Bu boshqa dunyo bo'lgan. Shunda o'sha Duruplar eng bobolari bular do'stlashib, hozir mana ham butun dunyo bilan o'zbek xalqi do'stlashgandek, o'sha davrda ham ana shu ustozlar bir-birini san'atini ko'rib, qoyil qolgan, tan bergan shunda. Bular tanishib, qadrdon bo'lib, Yusufjon qiziq bobomizni Moskvada Durup sirkiga taklif qilishgan. Shunda borib shular bilan o'sha Zaynomin akam aytgandek 30 yil, 40 yil birga ishlagan deydilar. Endi biz buni to'shini bilmaymiz. To'g'rimi Jamolxon? Albatta, to'g'ri gapni gapiryapsiz. Endi bu sirkda o'sha ustozlik qiziqliklari, dori o'yinlar, masxaravozliklar ayniqsa, endi xalqni ham kuldirganlar, ham konferans bo'lganlar, mana qarang. Endi o'sha konferans albatta xalqni kuldirib, bo'layotgan ishlarda xalqni yuragiga yetkazib berib, ularda zavq ko'tarilgan. O'sha zavq ko'tarilganda bular sirklarni ko'rib, "Voy, mana unaqa bo'ldi" deb bitta odam 3 ta odamga aytsa, 3 ta odam 10 taga aytib, bu sirkka odamlar ochilib bo'lgan. Endi vaqt soati bo'lib, ustoz bu yoqqa bizni O'zbekistonga qaytib kelganlar. Nimaiki, o'sha davrda rahbarlarimiz qaytartirib olib kelishgan. Mana shu san'at Marg'ilonimizda mana u kishimiz shogirdlari bor. Usmon Qora aka, Sulaymon Qora aka, Oxon qiziq. Endi Mamajon Maqsim bo'lgan ekan u, endi u odam kam yurgan ekan. Endi o'sha Zaynomin akam aytgandek. Mana endi o'sha Moskvada ana shunday sirklarda ishlab, hattoki 1900 mana Jamolxonga rahmat 9-yilda Yusufjon qiziq Xitoyga gastrolga borishganda ana shu yerda 3 ta xumni o'ynab, mana hozir xumlarni ko'rib men esimga tushib ketdi. Shu xumlarni o'ynab, undan boshqa dorilar borinki, serqirra bo'lganlar uchun o'sha rasmlari chiqqan ekan o'sha davrda. Nimaiki xalq qoyil qolgani uchun jurnalistlar o'ladi zo'r ekan deb. Mana hozir o'sha rasmlarni biz Jamolxon bilan birga yig'yapmiz. Buni hozirgi yosh avlod bilish kerak. Endi o'sha davrda sirkda ishlaganda SSR xalq artisti xalqimiz yaxshi biladi. Moskvada birinchi qiziqchilik teatri ochgan, yumoristiskiy, endi rusda yumor, rus tilida o'sha o'zini milliy qiziqchiligini ochilgan. Shunda Arkadiy Raykin shu televizorda Yusufjon qiziq bobomizni men shogirdiman.
mana shulardan shu sirlarni o'rganib mana teatr ochgan ekan. Endi bundan qizig'i, mana endi Nikolin Vitsellarda hamma taniydi. Nikolin o'sha Moskva sirkida direktor bo'lgan paytda bu jurnalistlar bilan gaplashganda mana shu Nikolin aytgan ekan, mana shu qiziqliklar Yusufjon qizi bobo mana ustozim. Ana shuni qiziqliklarini qilib, o'rganib, mana SSR xalq artisti unvoniga ega bo'lishdi, butun dunyoga mashhur bo'ldi. Men nima demoqchiman? Bu bobomizdan juda ko'p shogirdlar chiqqan, ayniqsa Ukrainadan Shtepsil tarapunkalar. Rahmat sizga. Mana shular ustozni talant. Endi hozirgi kunda mana shu ustozni yo'llarini, serqirra san'atlarini mana Zaynomin akam davom ettirdilar. Hozir endi mana shu yoshlarga kelajak avlodga qolish uchun rahbarlarimizga rahmat. Juda katta sharoitlar yaratib berishdi. Rahbarlarimizni tanijoni sog' bo'lsin, to otamizdan Farg'onamizni otalarigacha juda katta otalik vazifasini bajarib, sen yetim emassan deb boshimizni silab kelishyapti. Taniyapsizmi? Yusufjon qizi Shakarjonov. U shogirdlari Mirshoid ekan, Soyibjon qiziq, Oxinjon qizlar bilan poyezdga kech qolib, zo'rg'a oxirgi vagonga ilindi. Ya? Yusufjon aka? Nabay? Bu mayda shudalarni o'zingiz bilan birga olib ketyapsizmi? Kerakli toshni og'irligi yo'q. Ana uni oldini ko'rdingizmi? Non, go'sht, tuz solgani chamadonni o'rniga buni olib olgan. Vagonda uyqum kelsa yonboshib yotarman deb yatsini o'rniga ana uni olib oldim. Bordi-yu yuragim kuyib qolsa choy ichaman deb qumg'onni ham olib oldim. Uchovimiz ham adashib qolmaylik deb Yusufjon akamni ergashtirib oldik. Yusufjon qizi bobomiz nafaqat Rossiyada. Yusufjon qizi bobomizni shogirdlari usta Olim Komilov bo'lsa, Tamara xonim 14-15 yoshligida mahallada Yusufjon qizi bobolarimiz to'yga borganda bir qizimiz bor, shu ham bitta ashula aytsin deganda Yusuf qizi bobomizni nazariga tushib, u armiyan qizni dadasi mana o'zimizni Marg'ilonda vokzalida bufetda ishlar ekan armiyan kishi. Uyga borib otasi bilan o'tirib, "Seni qizingga Xudo beribdi. Bu kelajakda ulug' aris bo'ladi", roziligini olib o'qitib, muzikalarga o'rgatib, ashulalarga o'rgatib, yangi yo'l Toshkentdagi yangi yo'lda yangi ochilgan teatrlarda. Bundan tashqari agar mana xalqimiz ko'rgan Farg'ona kanali qazilganda Tamara xonimlar, usta Olim Komilovlar, bu Yusufjon qizi bobolarimiz shogirdlari bilan shunda Farg'onadan, Marg'ilondan Mukarrama Turg'unboy va raqqos chiqqan. Shu raqqosga ham ustozni mehri tushib, ana shu o'yin san'atlarini o'rgatib, mana shu Farg'ona kalani qazilayotganda mana xalqqa juda katta bazmlar qila berishgan. Bu hatta xalqimiz mana shu ustozlar keladi degandan keyin 2 barobar kuch bilan 43 kunda tugatib yuborgan deyishadi-yu. Shu ustozlarda, shu Tamara xonim, Mukarram pamlarda 10 yillarini ko'rib, bular zavqlanib, kinosida yelkasiga urib, "Ay, shunday qilib yuborgan." Bizning xalqimizda qonida bor bu san'atda. Mana endi mana shu hamma shogirdlarni mana Jo'raxon akam, o'z yaxshi bilasiz, Ma'mur akam, Tamara xonim, Mukarrama Turg'unboyev va Lutfxon Sarimsaqovalar. Endi mana shu san'atkorlarni butun dunyoga, O'zbekistonga taratgan ustoz mana shu Yusufjon qiziq bobomiz bo'ladi. Endi hozir bugungi kunda mana siz rahbarligim, mana viloyatimiz rahbari, qarijonlari sog' bo'lsin, Shuhrat Madaminowich, shu muhtaram prezidentimiz shu san'at kelajak avlodga qolish kerak deganlaridan keyin
o'sha Marg'ilonga kelganlarida 19-yil 6-7 mayda 19-bayonlarda shuni gapirib ketdi. Men ming marta rahmat aytaman viloyatimiz rahbariga, Shuhrat Madamovichga. Hamma sharoitni yaratib berdilar. Nimaga? Shu o'sha askiya va qiziqchilik, serqirra aktyorlik mahorati hozirgi yoshlarimizga mana endi kitoblarini yozdik, o'zingiz ko'rdingiz boshchiligingizda mana rahbarlarimiz hamma sharoitini, mablag'larini qilib berdi. Mana bosmaxonadan hozir 5-600 tasi chiqdi. Bu kitoblarni mana shu yosh talantlarni oqtarib, ana shu o'zimizni san'atimizni, shu Yusufjon bobodan qanday shogirdlar ilm olgan bo'lsa, biz u bobolarcha, Zaynomin akamcha unchalik san'at berolmasak ham, qo'limizdan kelgan askiya milliy qiziqchilik san'ati va shu aktyorlik, artistlik mahoratini hozir bizga shunaqa topshiriq bo'lgan. Mana xalqimizni ichidan mana shunday yoshlarni hozir o'qitib, mana Farg'ona san'at bilimgohida o'qityapmiz. Dom kulturalarda hozir o'sha chiqarilgan qarorlarga asosan Farg'onamizda o'zi 19 ta tumanda shu to'garaklar ochilishi kerak edi. Askiyachi, milliy qiziqchilik, aktyorlik mahoratini talantli bolalarni topib olib endi hozir o'qituvchi yo'q. Bitta men misol ustoz bo'lsam, 7 ta 8 ta Farg'onamizda o'qituvchilar bor, shogirdlarim bor. Shular bilan birga sekin-sekin mana hozir endi yoshlarni 2 yil o'qitdim, o'rganib oliygohga kirishadi. Ertaga o'qishlarni bitirib kelgandan keyin ana shu farzandlarimiz o'sha kitoblarimiz orqali 19 ta emas, nechta tumanda bo'lsa, nechta dom kultura bo'lsa, ana shu askiya qiziqchilik san'ati xudo xolasa rivojlanib, kelajak avlodimizga qoladi degan yaxshi niyatlar bilan harakat qilyapmiz-da endi. Biz bir tarixiy voqeani eshitganmiz. Ustoz Yusufjon qiziq shu Guzarni boshida bir joyda o'tirganlarida bir yo'lovchi o'tib ketayotganda kelib ustozga murojaat qildilarki, shu bilmaysizlarmi, Yusufjon qiziqning eshiklari qayerda? Ha, Yusufjon qiziqning eshiklari o'sha eshik Yusufjon qiziqning eshigi bo'ladi. Keyin yo'lovchi shu joyga borib, Yusufjon aka deb chaqirganlarda o'sha yerdan turib labbay degan ekanlar. Keyin qaytib kelib, "Ya ustoz, o'zingizmisiz Yusufjon qiziq?" "Ha, menman." "Ha, menga eshikni ko'rsatdingiz." "Ya do'stim, siz mendan meni so'ramadingiz, meni eshigimni so'radingiz. O'shanga bizga eshigimni ko'rsatdim." degan shunaqa bir voqealar. Shu voqeani eshitib, deymizki, mana shu ustozlar juda ham hozir javob. Har bitta shu gaplashayotgan gaplarda hazil toifa. Mana siz ustozni nabiralarisiz, bardavomchilarisiz, zurriyotlarisiz. Shu teletomoshabinlarga albatta shu ustozni hayoti, oilada mana sizni otangiz Zaynomin aka Yusupov, shular haqida bir suhbatlashsak. Rahmat. Endi opa-dadamizga, ya'ni O'zbekiston xalq artisti Yusufjon qiziq Shakarjonovga keladigan bo'lsak, bu odam mana ustozimiz Muhammad Sidiq akam chiroyli gaplarni gapirib o'tdilar. Serqirralik san'atkor bo'lganlar. Yana bu kishim o'zbek tili, o'zimizni ona tilimizda chiroyli gapirganlar, rus tilida gapirganlar, forsiy zabonda chiroyli gapirganlar, turk tilini mukammal darajada gapirganlar, qolaversa arab tilini ham chiroyli gapirganlar. Ana usqizida yana gapiradigan bo'lsak, bu kishim o'zini truppasidagi shogirdlari bilan Ahmadjon Qo'shnay, Orif Garmon, Said Akromxon Domdom doirada, Muhammad G'ij degan g'ijjaychilari bo'lgan. Shularni olib bu kishim Qashqarga ravona bo'lganlar. Qashqarga yo'l olishgan. Qashqarda xizmat qilishgan, Xitoyda mana Sidiq akam chiroyli eslab o'tdilar, Xitoy sirkda ishlaganlar. Xitoydan keyin Afg'onistonga o'tishgan. Afg'onistondan keyin Eron, Erondan keyin Hindiston, Hindistondan keyin Jazoir, Jazoirdan keyin Arabistonda juda ko'p davlatlarda xizmat qilishgan. Ana bu kishim o'sha Moskvadagi
Rossiyada deb gapiramiz. U vaqtda Rossiya poytaxti Peterburg bo'lgan. Shunda Vladimir Durovni qo'lida ishlagan sirkda, undan keyin Yupatovni sirkida ishlaganlar. Ustoz chiroyli gaplarni gapirib o'tdi. Endi buni qaytarish o'rin bo'ladi. Yana bir narsani Tamara xonim eslab o'tgan joyi bor. Yelizaveta nechinchiligi esimda yo'q. Yelizavetani koronatsiyasida ustoz chiqib gap olib gapirgan joylari bor. Ana qarangki, 35-yilda Londonda bo'lib o'tgan san'at bayramiga Yusufjon qiziq taklif etilgan. O'z shogirdlari bilan Tamara xonim, usta olim Komilovlar bilan birga bo'lishgan. Shunda Foxtrot kuyi cholingan, Yevropa kuyi. Shunda Tamara xonim ustozni o'yinga tortganlar. Foxtrotga shunaqa raqsga o'yinga tushganlarki, hatto qirolicha qoyil qolib, dur javohirlar taqilgan taqinchag'ini ustozga taqdim qilgan ekanda, ki O'zbekistondan kelgan artist bu Yevropaning kuyiga shu darajada o'ynadi deb qoyil qolgan joylari bor ekan. Endi undan keyin Opodadamiz rahmatlik Toshkentda Melivoy sirkida, Fatmaxonim sirkida, Mirzabek sirkida ishlaganlar. Ana bunda endi sirkavoy qiziqchilik degani bu masxaravozlik degani. Klaunada deb kelinadi rus tilida. Xo'p, shunda Karim Zaripov, xo'p, Milavoy qiziq o'zi, yana keyin yosh ustozni shogirdlaridan Akram Yusupov, Toshkentboyevlar, Yo'ldosh Qo'ziboyevlar bilan o'sha sirkavoy janrda masxaravozlik qilishgan. Endi yana nima deb gapirsak bo'ladi? Mana ustozni Opodadamizni davomchilari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zaynobiddin Yusupov, Madaminjon aka, qolaversa mana hozir bizni ustozimiz Muhammad Sidiq akam Shirayevlar o'sha o'z vaqtida chiroyli qilib Opodadadan qolgan narsalarni tiklashib xalqimizga taqdim etishdi. Ya'ni Xitoy tabibi, ota bola, dorvozliklarni ko'rsatib o'tishdi. Mana undan keyin o'sha Yusuf qiziqdan qolgan merosni dadam chiroyli qilib Zaynobin aka olib chiqdilar. Undan keyin hozirda mana Muhammad Sidiq akam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bizga o'xshagan shogirdlarga o'rgatib, yanada o'sha Yusuf qiziqlarni eslab, o'sha vaqtdagi qiziqliklarni hozirgi sharoitimizga moslab o'zgartirib, yo'lga qo'yib, ustozimiz o'rgatib kelyaptilar. Hozir mahallalarda hamma kasbdagi odamlardan topiladi. Albatta. Mug'anniylar, novvoy, qassob, satarosh, mantur, oshpaz, samovarchi, o'qituvchi, doktor, shulardan hammasidan mahayyo. Har bir mahallada. Albatta. Ilgari bitta shaharda bitta sozandani topish ham qiyin edi. Bitta doktorni topish ham qiyin edi. Shuning uchun ba'zi bir xilga odamlar, masalan, davlenisi oshib qolsa, sartaroshga borardi, qortiq soldirardi. To'g'ri. Tishi og'rib qolsa, sartaroshga borardi. Shogirdlari oyog'ini, qo'lini ushlab turib, haligi ombir bilan tortib, tishni sug'urib olishardi. Shunaqalardan foydalanib bir xilga shaxslar o'zini tabib deb e'lon qiladigan darajalar ham bo'lgan ekan. Ayniqsa xorijdan kelganman, xorijiy tabibman deb o'zini e'lon qilganlar ham bo'lgan. Ha, rangini o'zgartirib olib, tilini boshqacha qilib, ana shu muqallidni dadalarimiz qilib yurgan, shundan qilib beramiz. Juda yaxshi. Mana hozir biznikiga bir ajoyib tabib kelgan. Mana otlari ajoyib Van Chun Chan. Oh. Shunaqa ham ajoyib dorilari shunday kor qiladiki, chakka o'tgan tomlarga ham malham surkayaptilar. Aravani g'ijillashlariga halila beryaptilar. Qanday kasal bo'lsa, bu kishi ko'rgandan keyin novut olmay qolmaydi. Shunaqami? Mana bir o'g'lim bor. Bo'lmasa shundan foydalanib ana shu tabibga bir ko'rsatsak.
Nima dedilar? Tezroq olib kelsin, bo'lmasa meni vaqtim yo'q deyaptilar. Shunaqami? Yur o'g'lim, tavib kelibdi. Yo'qotga. Bir mana Zaylobiddin akamnikiga. O'shani bir ko'rsataylik, seni zoraki shifo topib ketsang. Shimi o'g'lingiz? Mana shu o'g'lim. Lochun tabela enchi pop aya. Ango'yaga chaq tabi. Kasal unisimi deyaptilar. Mana o o'g'lim. Lochun. Spanki antilga tabi. Nima dedilar? Dadasidan yuqqanmikin deyaptilar. Yo. O'zi kasaldi. Lumpacha chichan. Span anki nima deyapti? Nima dedilar doktor? Tabib. Eskicha qildirdimi deyaptilar. Ozgina eski rasmlarimizdan ham bo'ldi. Tuzalmadimi? Tuzalmadi. Lompon. Tanki nodeli to'meledi. Nima dedilar? Qoqtirib silkitdimi deyaptilar. Bo'ldi. O'nalmadimi? O'nalmadi. Battar o'lyapman. Lompachon. Anki Spanki anchi qanday Nima dedilar? Bo'lay tovuqlarga ko'rsatganmi deyaptilar. Yo'q, birinchi shu e'tiqod qilib mana shu tovuqni maqtashovdi keldingda. Lochun panoya pata. Spanki juvara jamay etot o'limi. Nima dedilar? Aytyaptilarki, eskicha qildirgan bo'lsa, alos qildirgan bo'lsa, tuzalmagan bo'lsa, o'lganiga ancha o'lgan ekan, nima qilib yuribdi deyaptilar. Aka. Ha! O'lgani yo'q, ko'rinishi shunaqa xolos. O'shaning uchun olib keldim. Lompachon yapa epiya. Anki Shampari ate adolite. Nima dedilar? Tilini chiqarsin ko'ray deyaptilar. O'g'lim tilingni chiqar. Katta. Ana. Shuaki. Shuva etini meteor tulme. Lochichapa patata. Nima dedilar? Kasal o'lganiga qancha o'ldi deyaptilar. 100 yil o'lgan. 100 yil o'ldi. Pon. Shuaki tulme yo'q tomlete. Nima dedilar? Kasal o'lganiga 100 yil o'lgan bo'lsa, tug'ilmay turib ham chillashirmidi deyaptilar. Uni dadam biladi, dadam. Endi e'tiqod bilan bir ko'rsinlar, mana tomirlarini ham. Hozir hamma yo'g'ini ko'radilar. Qani. Lapachita, Anki seni tapte etiyor. Nima dedilar? Anki ben ya çava qani. Yana ya? Enchamte atilme tomalete odi. Nima dedilar? Ko'p gapirib yordilar u. Lovlarini atrofi sariq ertanman nima yo'qdi deyaptilar. Tuxum yutgan. Dori bo'lardim, tuxum yuttirdi. Lompa ipiya apa. Achimnete materke bir cevap. Nima dedilar? Yutishni eplolmas ekan, butunicha yutaversa ham bo'ladi. Adana. Dedilar. Ekenem zeytki. So'kirab. Bu doktorga jallodimni qo'limga sekirab. To'g'ri. Va anki shivante temay. Neche mache atagate temay ne. Nima deyapti? Tomiri 3 xil urar ekan deydilar. Bir tomir bilakka urar ekan. Bir tomir yurakka urar ekan. Bir noma'lum tomir tovuq cho'ntagiga ham urib turar ekan. Bir narsani talab qilyaptilar. Shunaqa. Bo'ladi u. Xursand qilading aka. Ajvater da tamiret. Nima dedilar? Chana compagna. Mache. Lochi pu. Ane o abeteleki. Piano. Ache pra.
Ha, dori buyuryaptilar. qani? Ertaman nahorda nonushta qilmasdan turib bir kiprik tikon yutsin deyaptilar. İçini tozalab tushib ketadi deydilar. Shu hozir ko'rsatuvimiz muxlislarga ustoz bir shingil shu ustozni bir hangomasdan ko'rsatib bera olasizlarmi? Endi bu akapano serqirra bo'lganligi uchun endi bitta hozir sharoitimiz bor. Shu Yusufjon qiziq bobolarimizni Zaynobin akamlardan o'rgangan narsadan biz Jamolxon bilan birga shuni bir shingil qilib beramiz. Endi bu sahnada o'ta ustoz san'atkorlar so'quvchi ham askiya qiziqchilik qilish o'rgan. Buni xalq eshitib, baho berib kulgan bunga endi. Mana o'sha Yusufjon bobomiz so'quvchi qiziqliklaridan hozir o'zingizdan bilib olasiz nimaga bunaqaligini so'raysiz. Biz nima qilsak, siz so'raysiz, nima qildingiz? Siz nima deysiz? Siz nima deysiz deb, to'g'rimi Jamolxon? Boshladik bo'lmasa, mana aziz tomoshabinlar, mana shu Yusufjon qiziq bobolarimizni so'quvchi qiziqchilik askarlaridan bir shingil hozir ko'rsatib beramiz. Marhamat. Chiroyli gapni gapirdingiz. O'sha soqovchi gaplashish manevrini o'rgatilganda, ana o'shani mana ustoz bilan bir ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, marhamat, boshladik. Jamolxon aka, Labbi. mana hozir bir qo'l ko'rsatdingiz. Nima dedingiz? Nima deganingiz bu? Ha, bu nima ma'noni Nima bildiradi? ma'noni bildiradi? Bu deganim inson dunyoga bir marta keladi dedim. Ha. Ustoz, siz ikkita qo'lingizni ko'rsatdingiz. Hani o kishim bitta ko'zingga qo'limni tiqib oladi dedi, men ikkala ko'zingga qo'limni tiqib olaman dedim. Qala qippan. Xo'plas. Endi ustoz siz Bu kishim chiroyli gapni gapirdilar. Mana unda qildilar. ha, Men shunga javobim shundayki, inson dunyoga bir marta keladi dedim. Yonida rafiqasi bilan bo'lsa bir jup bo'lishadi dedim. ha. Keyin mana uni ko'rsatdim. 5 barmoq. Shapalaqni ko'rsatdim. To'g'ri gapiryapsiz. Bunda men shunday tushuncha olib kelyapmanki, ikkita o'g'il, bir qiz bo'lsa 5 kishi bo'ladi. Farzandlari voyaga yetsin. O'zbekistonimizga, xalqimizga xizmat qiladigan insonlardan bo'lib yetsin. Shuni yuragingda mahkam tut dedilar. Shunaqa deysizmi ustoz? Men o shapalaqni qo'yib yuboradi deb o'ylabman. Men mana ham bir mush ursam, keyin meni kimligimni bilasan deb gerdayib turaverdim. Lekin bu qiziqliklar o'sha tarbiyaviy narsalar. Bir odam yaxshilikqa boshlayapti, mana Jamolxon ko'rsatyapti. Inson dunyoga bir marta keladi. Rahmat. Yonida rafiqasi bilan keladi. U rafiqasi bilan kelgandan keyin unga nikoh to'ylar qilingandan keyin ular serfarzand bo'ladi. Ana shu farzandlarni voyaga yetkazib, bugungi kunda yaxshi ilmlar berib, davlatda o'qitayotgan mana shu bizning otalarimiz, onalarimiz, farzandlarimiz. Mana shu endi men haligi ko'zingga qo'limni tiqib olaman. Har xil hayotda har xil odam bor. Ha, tushunchasi har xil. Tushunchasi, fikr, tarbiya, ana shu har bitta odam o'zi ajralib turadi. Bo'lmasa bu ham bunday qilsa, men bunday qilaman. Nimaga bunaqa qilyapsiz deb so'rayman. Voy, bitta xolamni o'zingga tiqaman deyapman ekan. Ha, nimaga bunaqa qilib, bunday qildingiz usta deb shu ustalar shunaqa hazillar bilan xalqimizga o'sha tarbiyaviy narsalarni yetkazib berishgan. Tushunyapsizmi? Men bularda juda ko'p suhbatlarda bo'lganman. Bularni farzandlari Zaynobiddin akam, Madamijonlar bir olami jahonida ularni Alloh rahmatga olgan bo'lsin. Iloyim bular ajoyib Marg'ilonni boshlariga ko'tarib yurgan insonlar bo'lishgan. Bir telpaklari bo'lardi Yusufjon qiziqni.
Mavlon Pushay deylardi. Tulkini terisidan bunday aynalma telpaklarni kiyib chiqardilar. O'zlari bir olijanob bir inson bo'lganlarki, hazilkash. Yosh bola agar biror narsa desa ham gapini oxiriga doğru eshitib, haligini ko'nglini ko'tarib jo'natib yuborgan inson bo'lganlar. Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Oxunjon Qiziq, Sulaymon Qori bular bilan bitta truppa bular yurishgan. Bularda shaxsan meni o'zimni to'yimda ham qatnashgan. Jo'raxon akalar, Yusufjon Qiziqlar, Yusuf Qiziqlar. O'g'illari Zaynobiddin aka 3 ta dutorni 3'ini bir-biriga bog'lab, mana shunday qilib 3 ta dutorni. Bitta choganda 3 ta dutorni har xil sozlab qo'yib, 3 ta dutorni baravariga cholardi. Shunaqangi buyuk san'atkorlar bo'lishgan bular. Men boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman. Marg'ilon xalqi shunaqangi shinavonda zukko tushunadigan, askiyaga tushunadigan bir ajoyib insonlar. Hozir ham bor shunaqangi shinavondalar juda ko'p. Buni tasdiqlash uchun mana askiya kechalari bo'lib turadi, biz borib turamiz. Bu yig'ilgan insonlarni ko'rib aql bovar qilmaydi. Marg'ilonda bog'ida shu Obtovda jaziramada o'tirib bo'lmaydi, peshonani chit qiyiq bilan bog'lab olib, bitta ham odam turmaydi. Ayollarimiz bo'lsa, yangaligi paradga kiyadigan ust-boshlari bilan turpoq bo'lsa ham o'shani ustida o'tirishib, shunaqangi askiya kechasida tomosha qilishdi. Necha bor bo'lgan bo'lsa, hammasida men o'zim ishtirok etganman. Yusuf Qiziqni bu kishini zurriyotlari, nevaralari bir olijanob insonlar hozir Marg'ilonda bular davom ettirib borishyapti. Men nihoyat xursandman bulardan, davomchilardan. Ilohim davom bo'lsin. Ilohim bularni tani joni sog' bo'lsin. Marg'ilonni boshlariga ko'tarib yurganlar, Muhammad Sidiqlar, Xotam akalar, bular bir ajoyib insonlar. O'sha 37-yilda Qori Yoqubov Tamara xonimning erlari, Tamara xonim nuqul Marg'ilonda bo'lganlar. Yusufjon Qiziqni yonlaridagi Gavharxon opa, Tamara xonimlar hammalari o'sha yerda bo'lishgan, bitta turpada bo'lishgan bular. Bir joyga borishadigan bo'lsa, albatta Oxunjon Qiziqnikiga to'planib, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Sulaymon Qori, Oxunjon Qiziq bular bitta to'pda endi turibdi endi. Oxunjon Qiziqnikiga to'planib, lekin ketishar ekan. O'zlari doira cholardilar bu kishi. Tamara xonimlarni o'ynatib endi. Bir ajoyib davrlar bo'lganda, hali aytganimdek, ular dunyoga bir keldi, ketdi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin bularni. Jo'raxon aka, Ma'murjon aka, Orif Garmon, Sulaymon Qori, bular Marg'ilonni
boshlariga ko'tarib yurgan insonlar bo'lishgan. Marg'ilon ulug' joy. Marg'ilondan asosiy san'atkorlar chiqqan joy va Marg'ilon o'zi. Respublikadagi o'tishib ketdi, Xudo rahmat qilsin, hammalarini qatdan ta'lim olgansiz desangiz, Marg'ilondan ta'lim olganman, Usbuzoqdan ta'lim olganman, Ohanqo'ziqdan gaplashganman deydi. Endi bu Usbuzoqda, Ohanqo'ziqda martabalari ulug' bo'lib, bularni eli yurt tanib, Usbuzoq, Ohanqo'ziq bo'lib qolishligiga bu sababchi bu Xudoni o'zidan bo'lgan. Xudoni o'zidan bo'lishligi bular qarab, mana Usbuzoq Shakarjonov, Ohanqo'ziq Xudurjonov. Bular o'sha tug'asi qiziqchi. Xudo bergan qiziqchilar. Bular ne qiziqchi bor, yattan battan topib gaplashib, bu qilib shunaqa qiladi. Qiziqchilar bor, hikoyanavis deydi. Hikoya, o'zlari hikoya qilib, o'zlari nima qilishib oladi. Qiziq qilishib oladi, bir ko'rgan ishlarini, bilganlarini. Endi mana Usbuzoqqa kelsak, Usbuzoqda butun endi qancha desak, juda o'sha mahalda ancha joylarda ko'rib, Moskvada bo'lgan, böyle chet ellarda bo'lgan bitta o'zbek Marg'ilondan chiqqan qiziqchi Moskvada Durov sirkida ishlagan ekan bir mahallarda. Endi ba'dagi xalq Usbuzoqni böyle joyda Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qayerda bo'lsa ham Usbuzoq deydi hozir ham. Buni qiziqchi deb bilishadi. Usbuzoq ko'p olim odam edi. Usbuzoq juda ko'p, mana 4 xil, 5 xil til bilardi. Tojik tilini, rus tilini, mana qirg'izchani ham, qozoqchani, shularni gaplashib, shu qirg'iz bilan qozoqlarni ham, tojiklarni ham kuldirib yurgan odamda. Juda chiroyli suhbatlarni qilardi. Endi Usbuzoq deganda Marg'ilonning o'zida juda obro'ga baland edi Usbuzoqda. Albatta birovlar kelib ziyorat qilib ko'rishib, kelib Usbuzoqni ziyorat qilib ko'rishib, shunaqa qilishardi. Usbuzoq 5-6 xil til bilishdan qat'iy nazar Marg'ilonda eng obro'li odamlardan edi. Buni nimasi obro'lik? Birov kelib juda kambag'al bo'lay, mana bir ikkita misolni keltirib qo'ysam, bir kambag'al uylanmasdan yurgan yigit bo'lsa, bittasiga kelib 30 ga borib qolyapman, uylangan. Ana Usbuzoqqa uchradi derdi. Usbuzoqqa uchrab, "Qayerdan kelding?" "Ha, falon joydan keldim." "Nimasi?" "Ha, men shunaqa ben uylanganim yo'q, shunaqa." Erinmasdan yur deb Oxunjon Nishonov degan bor edi. Minaskan minatni direktori. Ibrohimjon Davudov degan bor edi. Shu Marg'ilonda 5-6 ta o'ziga tinch odamlar bor edi. Haligini boringki endi yetalab yur deb Ibrohim Davudovni oldiga olib borardi. Bitta gaplashib, yoqdan bag'dan gaplashib, kuldirib usta deyishardi Ibrohimjon Davudovni ham. Nomi ustani ham usta deyishardi Usbuzoqni ham. Usta, ha, mana bu bola falon joylik bola ekan. Otasi ham, onasi ham bor ekan, juda kambag'al ekan. Endi uylanmabdi, 30 yoshga kirib qolibdi-da. Shuni sizga bir uchratay deb olib keldim. Desa, ne Ibrohimjon Davudov bunday qarab, "Qanday san falon joy, piston joy?" "Ha, bor falon haftaga, yana haftaga to'y." Bormi uylanadigan qizing? Qo'ni qo'shilmazda bor. Bo'pti, yana haftaga to'y. O'sha yana haftasiga to'y qilib, haligi yigitni uylab qo'ygan. Kambag'al odam uydan chakka o'tib ketyapti. Kelib Usbuzoqqa uchraydi. Buni ham bitta boyga olib borib, "Men shunaqa ekan, men shu yo'q yuribman, falon mahallada ekan, uydan chakka o'tib ketibdi ekan, taxmonda yotyapti ekan, choli kampir mana shunaqa bo'lib qolibdi" deb.
bo'pti. Usta boradi uyiga. Haligilarda uylarini remont qilib, chiroyli qilib, mana shunaqa ishlarga aralashib yurgan. Bular Ohon qiziq, Sulaymon qori, Yusuf qiziq O'ratepaga to'yga borishgan ekan. Tojikistonga. Shunda to'yda bo'lishib 3-4 kun bo'lar ekan to'y o mahalda. Bozorga aynalib chiqibdi Yusuf qiziq, Sulaymon qori. Ohon qiziq. Ne bozorga kirishsa bir kampir bir shoptoli olib kelgan ekan. Endi ochib turgan ekan. Ne borishib shoptoli nechi pul? 3 so'm. Nechtasi 1 kilo, katta shoptoli ekan. 4tasi 1 kilo keladi, ba'zi ming keladi 4tasi. Ha, xo'p, siz aytgan 3 so'mga ham olaylik mayli. Taroziga solmasdan 4tasini 1 kilodan hisoblayverasiz danagina. Shunga ular ha men roziman debdi, ne biroq bular uchovsi ne yeb ketishibdi. Bir mahalda shoptoli odoq olib qolay deganda kampir dod deb qopti. Ha? Naryoqda 5-10 ta danay turgani, mish-mish murkab jomda shoptolidan. Nima dod deysiz? Ha, bir jomdan 4 ta. U Ohon qiziq danagi bilan yutavergan ekan shoptolini. Qarangki, hayotda bir esqushingizni tanib, bir kasbga moyilligingiz bo'lishidan boshlab, o'sha kasb bo'yicha o'tgan buyuk ustozlarda kasb qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, buyuk shu kasb egalarini o'ylab shunga qadam qo'yar ekansiz. Biz san'atda ham albatta mana shu san'atda buyuk xizmatlarda qo'lib o'tgan ustozlarni eslab havas qilib shu san'atga qadam qo'yganmiz. Qolaversa askiyachilik, qiziqchilik san'atida o'sha buyuk xizmat qilib o'tgan bobolarimiz Yusufjon qiziq Shakarjonov, Ahonjon qiziq Huzurjonov shu ustozlarni niyat qilib, havas qilib shu san'atga kirganmiz. Chunki har bitta insonda o'zini bir mo'ljallagan cho'qqisi bo'lishi kerak. O'sha bir mo'ljalizda cho'qqi bo'lsa, shunga chiqishga harakat qilasiz, intilasiz. Mo'ljaliz borda Yusuf qiziq ustozlarni, bobolarimizni o'zimiz garchi ko'rmagan bo'lsak ham juda ko'p ta'rifotlarini, tarixlarini eshitganmiz. Eshitishimizga sababchi o'sha bobo kalonlarimizning farzandlari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zaylomon aka Yusufga yoshligimizdan shogird bo'lganmiz, ustozimiz. 72-73 yillardan boshlab Nurxon xalq teatri bo'lardi. Shu yerda shogird bo'lib yurardik. Va sherigim bor edi, Sharobiddin Halimov. Shu ustoz Zaylomon aka juda ko'p o'sha qiziqchiliklarni o'rgatganlar. Dadalarimiz qilgan qiziqchiliklarda bular deb dor o'yinlari, so'z aylaydigan qiziqchiliklar, shayton degan qiziqchiliklar, katta ashula degan qiziqchiliklarni o'rgatganlar.
Yusuf qiziq, Ohon qiziq deyilganda bular bitta ism familiyaga o'xshab qolishgan. Yusuf qiziq, Ohon qiziq. Biz Ohon qiziq sulolasimiz. Ohon qiziqqa jiyan. Ya'ni ben dadam ham san'atkorlar. Haliljon aka, Hakimjon, sozanda. Tarbiyani juda ko'p Zaylobin akadan olganmiz, ustozdan. Madamin akam, Zaylobin akam ukalarim, Madamjon Yusupov askiyalarda juda ko'p o'rganganmiz. Mana endi hozirgi kunda, hozirgi paytda mana shu ustozlarning yana asarlari qayta tiklanib, o'sha yoshligimizda bizga o'rgatgan qiziqchiliklarini rosa davri keldi hozir. Mana shular ustida ish olib boryapmiz. Mana Zaylobin akalardan keyin Zaylobin akam farzandlari, Yusuf qiziqning nevaralari, mana Jamolxon akam Yusuf bilan birga ijod qilyapmiz. Albatta bu ijodimizda ustoz Mamasiddin akam Shirayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz hozir bizni hammamizni bir joyga jamlab mana shu bo'yicha yo'lboshchilik qilyaptilar. Ustozlarning asarlarini qancha o'ynasangiz, o'shancha bir yosharaverasiz. Chunki yoshligimizda shu qiziqchilikni qilganmizda yana o'sha yoshga kirib olaverasiz. Xudo rahmat qilgan bo'lsin ustozlarga. Hozirgi paytdagi ustozlarimiz ham tanijonlari sog' bo'lsin. Shu Yusufjon qiziq Shakarjonov bobomiz, Yusupov Zaynobin aka opoqimiz, bularning nevara, chevaralari bo'lganimdan nihoyatda o'zimni baxtiyor his qilaman. Hozirda men san'at sohasida bo'lmasam ham o'rtoqlarimiz bilan bir oshna og'aynalar bilan to'ylarda, izdihomlarda o'tirib qolsak, bir qonimda borligi o'zimga hali jumushga kelib, hali hissiyotim uyg'onib, qadrdonlar bilancha payro qilib qolamizda. O'shanda bir nihoyatda bir gapga chechanligim bor, ulardan o'tgan deb o'ylayman. Nima desam bo'ladi? Nihoyatda xursandman. Qayerga borsam shu opa-dadalarimizni ismlarini aytib, familiyalarini, ismlarini aytganimda, ha, shunaqa insonni farzandlari ekan deb ajoyib qabul qilishadi. O'tganlarimizni ruhlari shod bo'lsin, qolganlar salomat bo'lsin. Yusufjon qiziq bobomiz, kuling umringiz uzoq bo'ladi deysiz-ku. Bu 10 ta, 20 ta tuxumni kuchini beradi. Chet davlatlarda pul to'lab kulgu sahnalari bor. Kulgu to'garaylari bor. Akka borishib 2 soat, 4 soat $50 to'laydimi, $100 chekini olib kirib, o'sha yerda kiyinishib, o'sha kuldiradigan odamni 3 soat, 4 soat kuldirgandan keyin "Shu biz endi chiqib ketamiz" deydi. Ular pul to'lab kirishib, ataylab shu kulamandir ekan. Mana biz o'zbek xalqida mana shunday ustozlar butun xalqimizni kuldirib kelyapti. Shuning uchun jannat makon yurtimizda xalqi tanijoni sog', bitta ketmonda bir marta kulga eshitgandan keyin 100 marta ursa ham u charchamaydi. Nimaiki, ustozlarning qiziqliklari, askiyalari, qiziqchilik bu kulgilarda, to'ylarda ko'rishib, bizi xalqimizga bu zavq, kuch, quvvat bag'ishlagan. Endi bu ko'rsatuv juda yaxshi boshlandi. Nimaga? Mana har bitta viloyatimizdan chiqqan san'atkorlarni mana Murodjon Ahmedov ko'rsatuvini qildik, juda men xursand bo'ldim. Mana Muhiddin Darveshevni ko'rsatuvlarini qildik. O'sha siz bilan men maslahat qilib, mana Yusufjon qiziq bobomizni ko'rsatuvini ham qilyapmiz. Bu kelajak avlodga. Mana shu ko'rsatuv orqali ham ota-onalar dam oladi. Ham mana yoshlarimiz ko'rib, shunaqangi bizni bobolar bo'lgan ekan, ustozlar bo'lgan ekan deb ajomas askiya qiziqchilik shu sohaga ustozlarimiz sohalarga muhabbat qo'yib o'tirgan ota-onalar o'zlari bolalarini yetala olib berishga
bu muhtaram prezidentimiz juda katta yo'l ochib berdi. Albatta. Mana bugungi kunda ana shu bilasiz poraxo'rlik boshqaga juda qattiq kurashilyapti. Hozir yoshlar uchun katta ko'k svet yonib turibdi. Ki ilming bo'lsa, talenting bo'lsa, kir o'qishga, o'qi deb mana shu eshiklarga hattoki oyog'ini tagiga poyandoz ham yozib qo'yapmiz. Bu yosh avlod kelyapti deb. Mana shu yoshlarimizga shu sharoit yaratilgan paytda ota-onalar o'zlari talenti bo'lsa bolani yetalab olib kelib berish kerak bizga. Mana Farg'onada To'garak bor, Marg'ilonda To'garak bor. Mana Oltiariqda, Qo'qonda, Buvaydada boringki, hamma joyda To'garak bor. Mana shu farzandlarni olib kelib berish kerak. Nimaga? Shunday bobolarimizdek, Zaynomin akam bizdek agar yaxshi talantli san'atkor bo'lsa, butun umr tarixda oltin zarflar bilan bular qolib ketadi. Mana Yusufjon qiziq bobolarimiz, mana rus do'stlarimiz, mana Nikolin, Vitsinlar, Arkadiy Raykinlar, Shtapsi Tarapunka, o'shani singari bizni O'zbekistondan Ergash Karimov, Hasan Yo'ldoshev, mana Baxtiyor Ixtiyorov, Husan Sharipov. Endi boringki, mana Ro'za opam, Ergash akam, biz, mana Xayrilla akam, Xayrilla Sadiyev. Mana shunaqangi san'atkor bo'lsa, mana shu hozirgi yoshlarim ota-onalarga aytayotganim, nechta kinolarda mana o'ynadik, ko'ryapmiz, sahnalarda xalq nimaga elni duosini olgan inson umrini oxirigacha dard ko'rmay, sog' salomat xalqiga xizmat qiladi. Shuning uchun men Bahodirjon shu ko'rsatuvdan foydalanib, shu yosh talantli bolalar kelsin, bizni tanijonimiz sog'lig'ida mana kitoblar beramiz, chiroyli qilib o'qitib, bularni tarbiyalab, kelajak avlodga tarbiyalab qo'ysak, biz rahbarlarimiz bizni oldimizga qo'ygan vazifalarni Xudo xolasa bajardik, ko'nglimiz to'q bo'ldi. Kelajakda shu farzandlarimiz bizdan keyin qoladi deb, ana shu farzandlarni mana Xudoga shukr 75 ga kirayotgan bo'lsam, duo qiladigan yoshlar keldi oshna. Sog' bo'ling. Mana bu ko'rsatuv ana shu yoshlarni ongini rivojlantiradi. Bizi xalqimizni eslatadi o'tgan ustozlarni. Hozir endi bu bitta, ikkita, uchta ko'rsatuv qildingiz, hali men o'ylayman, hali bu Farg'ona ustozlarimizni qanaqa kasb egasi bo'lsa, san'at sohasi bo'yicha hali bunaqa ko'rsatuvlar ko'p bo'lib, yoshlarimizni ongi rivojlanib, ota-onalar har kuni siz bilan bizni, mana operatorlarimizni, Ruxsor telekanalini, Nuriddinjonni bular duo qilib o'tiradi. Mana shunaqangi ko'rsatuvlar ko'p bo'lsin. Mana hazil taifa gaplar ko'p bo'lsin deb. Endi gapiraman siz biz ko'p quruq kasbimiz, gap bizni to'xtatib bo'lmaydi endi. Azizlar, bugun ko'rsatuvimiz mehmonlari askar san'atining hozirgi kunda darg'asi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammad Sidiq Shirayev. Ustoz Yusufjon qiziq Shakarjonovning nabiralari Jamolxon aka Yusuflar ishtirok etishdi. Aziz muxlislar, ustozimiz ta'kidlab o'tgandek, buyuk darg'alar ko'rsatuvi albatta yosh ijodkorlarga bizni milliy san'atimizda o'tgan buyuk san'at darg'alarining hayoti va ijodi haqida sizlarga qo'ldan kelganicha ko'rsatuv yaratyapmiz. Aziz muxlislar, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.